Dada, ana ovqatimizni Bo'ldimi? anaqa rasm nima deydi? Ovqatni yeb ko'rib ta'mini aytingchi, yaxshimi, yo'qmi? Ana bismillahirrohmanirrohim. Gazi zo'r. Ana odamlar mazza qilib kelinglar iftorlikka. Tovuqni sovolamiz, yog'ni pishirib. Bunaqa semichka yog'i. Yog' bitta nashta yetadi. Yaxshilab ag'darib olamiz. Mana qizarib pishib oldi. Endi piyozni solamiz. Men 4 ta piyoz soldim. Kichkina piyoz. Bunaqa nima emas. Bunaqasi. Mana piyozni o'ldirib olish kerak-da. Ikki marta lekin ag'darib turasiz, chunki tagiga olmaslik kerak. Yog'ni ham unaqa ko'p solmaysiz. Mana piyozimiz yaxshi qovurildi. Endi kartoshka solamiz. Mana kartoshkani kattaroq zo'radim, chunki ezilib ketadi. Shundan kattaroq to'g'radim. Endi o'zingiz mana yarim osh qoshiqda periprava solyapman. O'zingizga yoqqan peripravani solsangiz bo'ladi. Xohlasangiz qalampir qo'shib bir marta aralashtirib olaman. Yog'imiz bor tagida, yaxshi emas. Bunaqa ko'p yog' solmang, chunki yog'li. Mana ovqatimiz pishyapti. Qarab turasiz, har 10 minutda aralashtirib turasiz, tagiga olmasligi kerak. Chunki katta olovda. Mana yarimta limon, shuni siqib nima qilamiz. O'sha sal kartoshkamiz pishdida. Bunday siqib solasiz. Yarim osh qoshiq tuz sovg'iramiz. Boya yarim osh qoshiq soldim go'sht qovurganimda. Hozir shuni sovg'iramiz. Mana limonni mana bir piyolacha suvda bir piyolacha suv qo'shib yuboramiz. Chunki kartoshkangiz juda ham yumshoq, zo'r bo'lib pishadi. Mana ovqatimiz pishdi. Hozir dadamga solamiz. Rezultatini so'raymiz. Mazalimi yo'qmi deb. Mana ovqatimiz hozir dadamdan so'raymiz, qanaqa chiqibdi.